Hammaga xayrli tong qizlar, kuninglarni yaxshi boshlab oldilaringmi? Bugun zavtrakka, Mansurchakning zavtraklari. Xolodez домашний o'zim tayyorlagan. Bu yerda esa kolbasa. Kolbasa nega balangizga berdingiz deb yozib yotishlaring shart emas qizlar. Buni men kolbasani ham o'zim домашний tayyorlagan. Bizda kasha, фруктовый и banan, яблоко, овсяная, молочный kasha bugun. Уже Mansurchak o'zi zavtraklarni kutib o'tiribdilar. Hozir zavtrak qilamiz. Zavtrak qilishni boshladik. Вкусно. Нормально. Ishdan chiqib qolgan, уже endi o'zi ishlab yotdi. Tepadan 4 ta, pastdan 2 ta katta, a 3-si endi chiqyapti. Ishlab yedi. Oldin maydalab berardim, hozir endi ishlab yeyishga o'rgansin deb maydalab bermayapman. Держи. Lekin xolim ложкani ushlashni bilmaydilar. Ayolida hammasini qo'lda yesin. Avokadoni yeyaptilar. O'zim men ochiq qoringa collagen yeyman. Домашний, bilasizlar, men o'zim ilikda qaynatib, 10 soat, 12 soat qaynatib collagen qilaman. O'zim uchun домашний bu. Обязательно collagen yeganimda yoniga vitamin C bilan birga uni ham ichaman, 2 kapsula. Agar collagen yeganlaringda vitamin D, vitamin C ni iste'mol qilmasalaring, collagenlaring ta'sir qilishi qiyinlashadi. Agar vitamin bilan birga iste'mol qilganlaringda tez collagen sizlarga foyda beradi. Bilasizlar, collagen tirnoqlarda, sochlarda baquvvat qilishda, yoshartirishda, terini chiroyli qilib, mashinalarni kamaytirishda katta rol o'ynaydi. 25 yoshdan keyin organizmimiz collagen ishlab chiqarmaydi. Agarda kimga shunaqa vitamin C tabletka vitamini kerak bo'lsa, menga yozishlaring mumkin. Men sizlarga zakaz qilib olib beraman. Qizlar hammani tinchitib, Mansurga уже zavtraklarni berdim. 15 minut hozir multik ko'radilar. Shu vaqtda endi men zavtrak qilishim kerak. Bugun zavtrakimni tuxum qaynatilgan, kolbasa qovurilgan, домашний kolbasadan оливковое масло bilan qovurdim. Bitta овсяный kasha. Kashani sahar tayyorladim. Ustiga ozgina o'zim sovigandan keyin asal soldim. Kapusta bizni oilaviy yaxshi ko'radigan nimamiz. Kapusta iceberg kapustasi juda ham xrustyashi, yaxshi. Shuning uchun ballalarim ham o'zini ham yeyaveradi, qizarib. Bu yerda esa buterbrod masla bilan avokado, bunisi esa ilikdan. Har daf'a suyak qaynatganimda ilikli katta suyak qaynataman, ichida ilik bo'ladi. Shuning uchun bitta konteynerga olib, xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Xo'jayinim faqat shunaqa buterbrod qilib yeyishni yaxshi ko'radilar. Bu yerda esa hozir choy qildim, chorniy limon bilan. Limon solaman, ozgina sovigandan keyin esa asal solib ichaman. Bugungi zavtrakim mana shu. Kartoshka qoqaq yaxshi ko'ruvchilar bormi? Домашний kartoshka qoqaq, ya'ni free. Bugun Storaxonim kartoshka yegalari kelgan ekan. Shuning uchun 1-2 soat deganda pishirib bo'ldim. Ko'proq qildim. Va chesnochniy sous, smetana, mayonez, chesnok qirg'ichdan o'tkazdirilgan va limonli sokidan aralashtirib shunaqa kartoshka bilan yeyish uchun sous tayyorladim. Kartoshka qoqaqni yaxshi ko'ruvchilar bormi? Kelinglar kartoshka yeyishga. Bugun ujinga ko'ringan tefteldan shunaqa jarkobchalar qildim. O'sha tayyor bo'ldi.
Ujunim bugun 4:30da tayyor bo'ldi. Qizlar уже alkotlarda qo'ydim. Xotinda zinariza qilib o'z ustiga nima qilamiz, solamiz. Obyekt tayyorga xalatiysin. Tushonkani isitib, choyni uvudanmadim. Siqqina choy. O'tirib qolamiz, bugun mana joni dilim ehsonim keldilar uyga. Betankin dadalari olib keldilar. Ertaga javob bo'lish kerak edi. Hayrat ko'rib qolini bugun doktor javob beribdi. Uyga keldilar. Endi ko'nglim to'q bo'ldi. Xudoga shukr. Endi 6 nedel shunaqa nima turar ekan qo'llari, qarib 1,5 oy. Xudoga shukr. Kelganlariga xursand bo'ldim. Har kun parishon edim Fransiyadaligiga. Endi ko'nglim to'q, uchala farzandim oldimda. Allohimga shukr yetkazdirganiga. Hozircha yaxshi, qo'llari og'rigani yo'q. Hozir jo'nab chiqdik, Fransiyadan kelib. Jonimda olib kelganlar, shuning uchun hozir Niyajidan gostalar kelibdi. Ehsonjonimni ko'rishga kech bo'lsa ham birinchi bo'lib biz ko'raylik deb ular hozir opam, onajonim, bolajonlar bilan, jiyanlarim bilan kelishibdi. Ehsonjon juda ham xursand bo'lib ketdi. Podarkalar bilan ular juda ham Ehsonjonni xursand qilishga, ko'nglini ko'tarish uchun kelishibdi. Rahmat hammalariga. Hozir endi choy damlab, hammamiz o'tiribmiz.